Ushbu loyiha Agrobank Xatirchi filiali tashabbusi bilan amalga oshirilgan. Bir mahsulot tamoyili asosida 10 ta kishiga ijaraga berilgan 12 gektardan iborat bu yerda tarvuz ekilgan. Umumiy maydoni 200 metr bo'yiga, eniga 600 metr, jami 12 gektarga iborat. Ushbu loyiha Xatirchi tumanining Oqoltin mahallasida amalga oshirilmoqda. Ushbu maydonga zamonaviy usullar bilan agrotexnik tadbirlar amalga oshirilgan. Klyonka vositadan ekib, sug'orish ishlari amalga oshirilgan. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilgan. Ushbu ekinni yetishtirish 90 kun davom ettiriladi. Bu loyihani amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Asila To'lqin kelajagi fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu maydondan gektaridan 60 tonna, jami 12 gektardan 720 tonna tarvuz mahsulotlari olinishi rejalashtirilgan. Ikkinchi hosil sifatida takroriy ekinga serhosil novlardan ekilish mo'ljallashtirilgan.